Assalomu alaykum aka. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlarmi? Hop, bugun xudo xohlasa sizlar bilan Facebook formani qanaqa turib, AMOSRMga ulashtirib ko'rishamiz. Noldan boshlab qanaqa to'g'irlash kerak, nimalar qilish kerak. Undan tashqari bot ham olaymiz, ya'ni Telegram bot ham qanaqa ulashtirib ko'rishamiz sizlar bilan. Bitta muammo bo'ladi, ya'ni AMOSRMga target etmoqchisiz, ya'ni forma qildingiz, yeta oladigan platforma, lekin ulashga kelganda har doim siz Amos yarimchiga aytasiz, Amos yarim aytamiz uchun kechqurun bo'lishi mumkin, ish vaqti bo'lmasligi mumkin. Bu holatda ulashda muammo bo'lib qoladi. O'shanda siz bemalol o'zingiz kirib ulasangiz bo'ladi. Va to'g'ri ulash kerakligini aytib beraman. Bo'lmasa boshladik. Keskin qo'raman. Urinayotgan bo'lsa, misol uchun forma bor. Formani hozir dublikat qilamiz. Mana bu yerdan dars dars qo'yamizda create va bosamiz, create qilamiz. Mana bizda yangi forma ochildi mana. Yangi forma, endi mana shu formani biz Amos yarimga ulaymiz. Amos yarimga o'tib olamiz. Amos yarimga o'tib olganimizda tepada nastroy tugmasi turibdi. O'sha nastroy tugmasi ustiga bosamiz. Tugmasi ustiga bosganimizda mana bu chap tarafda bizda mana bu zamonaviy kasblar degan anaqa ulangan turibdi. Mana bu yerda добавить tugmasi turibdi, uni pastida. Ko'radigan bo'lsak, добавить tugmasini bosamiz. Endi mana bu yerda turibdi. Nimaga ulaysiz? Facebook ulaysizmi? Telegramgami, Instagramgami, WhatsAppgami, Skype'gami, nimaga ulaysiz? O'shadan добавить tugmasini bosamiz. Biz Facebook ulanmoqchimiz, добавить tugmasini bosamiz. Endi добавить tugmasini bosganimizda bizda turadi. Nimaga ulamoqchimiz? Messengerga ulamoqchimisan, Facebook formaga ulamoqchimisan yoki anaqaga kommentariyaga ulamoqchimisan deb turadi. Mana bu yerda biz Facebook forma ulamoqchimiz. Tepada добавить tugmasi turibdi. Добавить forma. Pastda uzat tugmasi orqali biz ulangan forma ko'payib ketsa, o'chirib olishimiz mumkin. Bu yerda biz добавить tugmasini ustiga bosamiz. Tugmani ustiga bosganimizda qaysi anaqani ulamoqchimiz? Bizda misol uchun bir nechta Facebook bo'lishi mumkin. Bu yerda bizda hozircha bitta turibdi. Ten saytli. Qaysi formani ulaymiz? Zamonaviy kasblar 2, dars 2 ulaymiz. Haligi tugmasini bosamiz. Haligi tugmasini bosganimizda endi mana turibdi bizda paromkalar bor. Misol uchun неразработанный bor, ya'ni ishlamaganliklar, yangiliklar, qayta aloqa, ma'lumot berildi, sifatli shu belgilandi. Bugun moqda uspешно bo'ldi. Zakrit bizga qaysi variantga yetarli uchun variantini tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Bizda misol uchun bu yangilik tushadi, ya'ni Facebookdan yangilik tushgani uchun bizdan birinchiga mana bunga ulab qo'yamiz. Bu yerda misol uchun variantlar turishi mumkin. Aytaylik, Instagramdan kelgan, chatbotdan kelgan, qo'ng'iroq qilgan, boshqa variantlar ham turishi mumkin. O'shani bunga o'tib olamiz. Hop, bu yerda qayerda yashaysiz degan ya'ni bizda forma ichida savollar bor. Bu nimaga tushsin? Ya'ni biz bo'limga tushsin. Email kontakt, telefon raqam, Должен turibdi, kompaniya veb adres, qayerda yashaysiz, kompaniya adresi, yosh, manzil. To'xtamizga manzilga topish uchun ismingiz nima? Ismingizga kiriting deganda bu yerda kontakt, email kontakt bor. Email kontakt bo'limiga tushsin. Hop, bu yerda telefon raqamingizni kiriting deganda bu yerga bizga yoshi, kompyuter bormi yo'qmi degan. Hop, telefon raqami. Bo'ldi, bizda tugadi. Сохранить tugmasini bosib qo'yamiz. Do'stlar, bizda Facebook ulandi. Facebook forma ulandi. Ya'ni bu yerdagi ko'radigan bo'lsak, endi bo'ldi. Biz sizlar bilan botlarni olaymiz. Hop, bo'lamiz sizlar bilan.
Telegramga o'tamiz. Telegram bot degan botga o'tadigan bo'lsak, bizda mana misol uchun botimiz bor. Botimizda mana IP aloqasi bor, manzil bor, token bor, tokenni olamiz uni. Birorta momentdan turib unaqa bot fazaga kirasizda, new bot tugmasi turibdi. O'sha bot fazaga kirgansiz faqat originalga kirasiz. Bu yerda kopiya unaqa bot fazalarda originalga kirgan new bot turibdi yoki MyBot new bot tugmasini bosib yangi bot yaratishingiz mumkin yoki MyBot tugmasini bossangiz sizdagi botlar chiqadi. O'sha orqali ulashingiz mumkin bo'ladi. Bizda mana botlarimiz bor. Bitta APIni olamiz. Olib Nosyalarni o'tamiz. Nosyalarni o'tganimiz tabayut tugmasi bor. Tabayut tugmasini bosamiz va yerda Telegram ustiga bosamiz. Ustiga bosganimizda ushbu turibdi. Ustiga bosamiz. Va yerda bizga IP tokeni kiritilib turibdi. IP tokenini kiritamiz. Tabayut qilamizda start qilamiz ham. Start qilib tugmasini bosamiz. Mana bizda Telegram bot успешный bo'ldi, ya'ni ulandi. Xo'p, shunaqa do'stlar, hammaga rahmat. Agar sizga ham marketing xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Murojaat qilsangiz bo'ladi. Pastda telefon raqam, familiya qoldiramiz. Bemalol olsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz Telegram ham qoldiramiz. Telegram orqali o'tib bizdan bepul konsultatsiya olsangiz bo'ladi. Qanaqadir marketingda muammolar bo'layotgan bo'lsa, sotuvda muammolar bo'layotgan bo'lsa, bemalol qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Rahmat, hammaga salomat bo'linglar.